هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Enfal tefsiri 34. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Düvende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sure El-Enfal tefsirinin 34. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'da'uzu billahi mineşşeytanirracim. Ula başqalarının Mescidi Haram'a kirişini tosuvatsa Allah ulağın nemişki azap kılmasın. Ula Mescidi Haram'ın egilleri emas. Mescidi Haram'ın egilleri taqvodarlardan başqalar emasdır. Lekin bunu ulağının tolusu bilmeydi. Ularning Mescidi Haramning yenidagi ibadeti faqat isqiritmoq, chavaq chalmoqdanla iborat bo'ldi. Ey kafirlar, kafir bo'lganliginglar tufaylidan dunyo va oxiratning azobini tetinglar. Mushriklarning qattiq ig'ir gunohlarni qilganligi uchun azobga duchor bo'lganligi to'g'risida. Bu ayette Allah Teala ularning azoblanishiga tegishlik odamlar ekanligini, ularning azoblanishga tegishlik odamlar ekanligini, lekin Payg'ambar alayhissalomning ularning orasida bo'lganligidan iborat barakatidan Allah Teala'ning ularni azoblamaganligidan xabar qildi. Shunga Payg'ambar alayhissalom ularning orasidan chiqib ketgandan keyin Badr urushi bo'lgan kuni Allah ularga azobni tetibdi. Ularning katta boshlari shu kuni o'ldirildi. Qo'mondonlari asirga tushdi. Alloh taolo ular giribtor bo'lgan shirk va buzg'unchilikdan iborat gunohlardan mag'firat tilashni ko'rsatdi. Mushriklarning orasida mag'firat talab qiladigan ojiz mu'minlar bo'lmasa edi. Allah ularga hech to'sib qolg'ili bo'lmaydigan azobni cho'qim tushirgan bo'ladi. Lekin ojiz mu'minlarning sababidan ularga azob tushirmadi. Alloh taolo Hudaybiya sulhisi bo'lgan kuni to'g'riliq mundoq degan. Ular kafir bo'ldi. Sizlar Masjidi Haromdan va tutib turilgan qurbonlikning o'z joyiga yetishidan to'sdi. Mekkada sizlar bilmaydigan ayol mu'minlar bo'lib, sizlar bilmasdan ularni o'ltirib qo'yish va gunohga giribtor bo'lishinglarning xavfi bo'lmasa edi, albatta Alloh Makkaga kirishinglarga ruxsat qiladi va sizlarni kofirlarga musallat qiladi. Alloh xohlagan odamni rahmati irodasiga Allah xohlagan odamni rahmati doirasiga kirgizish uchun sizlarni Makkani fath qilishdan to'sdi. Agar ular ayrilsa, ya'ni mu'minlar kofirlardan ayrilsa, ularning orasidagi kofirlarni qattiq azob bilan azoblaydi. Ular boshqalarning Masjidi Haromga kirishini to'sivatsa, Allah ularga nemishqa azob qilmasin. Ular Masjidi Haromning egillari emas. Masjidi Haromning egillari taqvodorlardan boshqalar emasdir. Lekin buni ularning to'lisi bilmaydi. Ya'ni mushriklar Haram masjidida namoz o'qishga va tavob qilishga haqli bo'lgan mu'minlarni Makkaga kirishdan to'sqan tursa, Alloh ularni nemishqa azoblamasin. Shunga Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Ular Masjidi Haromning egillari emas. Masjidi Haromning egillari taqvodorlardan boshqalar emasdir. Ya'ni Haram masjidining haqiqiy egillari Payg'ambar alayhisalom va uning sahobalaridir.
Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Müşriklar özlerining küfrini ixro qilib turuqliq, ya'ni kafirlik bilan Allohning masjidlarini obod qilish bir-biri bilan sig'isholmaydi. Ularning Allohning masjidlarini obod qilishi to'g'ri emas. Ularning qilgan yaxshi amallarining natijasi bo'lmaydi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Allohning masjidlarini faqat Allohga oxirat kuniga iymon etgan, namoz o'tigan, zakot bergan, Allohdan boshqadan qo'rqmagan kishilarla obod qiladi. Ya'ni masjidni remont qilish, saramjonlashtirish, tozalash, masjidda davomli namoz o'tash, Qur'on tilovat qilish qatorliq ishlarni qiladi. Ayni shularning hidoyat topquchilardan bo'lishi ko'z tutiladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ular sendan harom qilingan oyda urush qilishga bo'lamdi deb so'raydi. Aytqinki, bu oyda urush qilish cho'ng gunohdir. Allohning yo'lidan to'sish, Allohga kufrlik qilish, Masjidi Haromda ibodat qilishdan to'sish va Masjidi Haromdan aholini haydab chiqarish Allohning dargohida texmi cho'ng gunohdir. Fitna, ya'ni mu'minlarga ziyondoshlik qilish odam o'ltirishdan qattiq gunohdir. Ular, ya'ni kuffarlar qo'lidan kelsalar sizlarni dininglardan qaytarib o'tganga qadar sizlar bilan davomli urushidi. Sizlardan kimiki o'z dinidan qaytib kafir peti o'lsa, uning amallari dunyo va oxiratda bekor bo'lib ketadi. Mundaq odamlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir. Imom Hakim Rufa'aning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Qurayshlarni yig'ib, sizlarning ichinglarda sizlardan boshqalarmi bormi dedi. Qurayshlar, bizning ichimizda hamshiralarimizning o'g'illari, ittifoqdoshlarimiz va kepillikimizdagilardan bor dedi. Payg'ambar alayhissalom, ittifoqdoshlarimiz hamshirimizning o'g'illari va kepillikimizdagilar bizdandir. Shak shubhisizki sizlarning taqvodorlaringlar mening do'stlarimdir dedi. Masjidi Haromning egillari taqvodorlardan boshqalar emasdir degan oyat haqida Urva, Suddi va Muhammad ibn Ishoq qatorliqlar ular Muhammad alayhissalom va uning sahobalari radhiyallohu anhumlardir dedi. Mujahid ular kim bo'lishidan va qayerda bo'lishidan qat'iy nazar Alloh yo'lida jihad qildiganlardir dedi. Allah Teala müşriklerinin haram mescidide kılıdığan işlerini ve ularning haram mescidiga bo'lgan muameleni bayan kılıp mundaq deydi. Ularning Masjidi Haramning yenidagi ibodat ularning Masjidi Haramning yenidagi ibodati faqat isqirtmoq, chavoq chalmoqdan iborat bo'ldi. Abdullah ibn Umar ibn Abbas radiyallahu anhuma, Mujahid, Ekrima, Said ibn Jubayr, Abu Raja Utaridi, Muhammad ibn Ka'b Qurayzi, Hujri ibn Anbas, Nubayd ibn Shurayd, Qatada va Abdurrahman ibn Zayd qatorliqlar mushriklar haram masjidida isqirtib ibodat qiladi dedi. Mujahid ular barmoqlarini eg'izlariga tiqib isqirtadi deganni qo'shib qo'ydi. Said ibn Jubayr bu oyat haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qurayshlar Baytullohni qiyb yalang'och holatda chavoqchilib va isqirtib tavob qiladi. Ali ibn Abu Talha va Avfi qatorliqlarmu Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mushundaq deganligini rivoyat qiladi. Ibn Umar, Mujahid, Muhammad ibn Kaf, Abu Salamadin ibn Abdurrahmanning Zahhak, Qatada, Atiya, Avfi, Hujra ibn Anbas va
ibn Abza qatorliqlardanmi mushundaq rivoyat qilindi. Said ibn Jubayr va Abdurrahman ibn Zayd qatorliqlarning isqirtmoq, ya'ni tasdiya degan oyatni kishilarning g'olib va buyuk Allohning yo'lidan to'sish deb tafsir qilganligi rivoyat qilindi. Ey kafirlar, kafir bo'lganliginglar tufaylidan dunyo va oxiratning azobini tetinglar. Zahak ibn Jurayj va Muhammad ibn Ishaq qatorliqlar ular Badr urushi bo'lgan kuni o'lish, asirga tushish, elish qatorliq azoblarni tetidi deydi. Şübhəsizki kafirlar mal mülklərini başqalarını Allah'ın yoludan to'sish uchun sarf qiladi. Sarf qilgandan keyin ularning mal mülkləri ularga hasrat ilib keladi. Oxiri ular yengiladi. Kafirlar cehennemge haydab kirgiziladi. Allah'ın ularni dunyoda mag'lub qilishi, oxiratda cehennemge haydishi kafirlarni mu'mindan farqlantirish uchundir. Allah hamma kafirlarni üstüge dövlep toplagandan keyin do'zaxga tashlaydi. Ana shular ziyon tortqichilardir. Kafirlarning mal mülklerini başqalarını Allah'ın yoludan to'sish uchun sarf qilishi ularga hasrat ilib keladiganligi to'g'risida. Zuhri Muhammad ibn Yahya, Asim ibn Umar ve Husayn ibn Abdurrahman qatorliqlarning mundaq deganligini Muhammad Ishaq tövendikidek rivoyat qiladi. Badr urushi bo'lgan kuni Qurayshlarga ig'ir musibat yetdi. Ulardan qochib qutulganlari Makkaga qaytdi. Abu Sufyan mu karvon bilan salomat qaytib keldi. Badr urushida otlari, o'g'illari va qarindoshlari o'ldirilgan Abdullah ibn Abu Rabi, Ikrima ibn Abu Jahil ve Safwan ibn Umayya qatorliq Quraysh qabilasidan bo'lgan bir turkum odamlar Abu Sufyan ibn Harb ve karvondagi tijorat qilayotgan Qurayshlarning qishig'i berib, ular bilan so'zlashib, ey Quraysh jamoasi, Muhammad sallallohu alayhi vasallam haqiqatan sizlarni yolg'iz holatda qoldirib, oranglardagi yaxshilaringlarni o'ltirib etdi. Uningga qarshi urush qilish uchun karvondagi bu pul molni bizga iona qilinglar. Bu pul mol bilan Muhammaddan biz tarafdan o'ltirilganlarning intiqomini olishimiz mumkin dedi. Pul mol egalari buningga qo'shildi. Shuning bilan ular haqida g'olib va buyuk Alloh taolo shubhisizki kafirlar mal mülklerini başqalarını Allah'ın yoludan to'sish uchun sarf qiladi. Sarf qilingandan keyin ularning mal mülkleri ularga hasrat ilib keladi. Oxiri ular yengiladi. Kafirlar cehennemge haydab kirgizildi. Allah'ın ularni dunyoda mag'lub qilishi, oxiratda cehennemge haydishi kafirlarni mu'mindan farqlantirish uchundir. Allah hamma kafirlarni üstiga dövlep toplagandan keyin do'zaxga tashlaydi. Ana shular ziyon tortqichilardir degan oyatlarini nozil qildi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma bu oyatlarning shular haqida nozil qilinganligini bayon qildi. Mujahid, Said ibn Jubayr, Hakam ibn Uyayna, Qatada, Suddi ve İbn Abza qatorliqlardan bu ayet Abu Sufyan ve onun bu pul mallarını Uhud urushida Peygamber aleyhisselam qarshi urush uchun ishlatganligi uchun nozil qilinganligi rivoyat qilindi. Zahak
Bu oyat Badr urushiga qatnashganlar haqida nozil qilingan dedi. Gerçi bu oyatning nozil bo'lish sababi xususiy bo'lsa-mu, uning hukmi bu hukmga tushadiganlarning hammani o'z ichiga oladi. Allah Teala hakikaten kafirlarning pul mollarini kishilarning haq yo'lga ergishishdan to'sish uchun ishlatadiganligini va shu yo'l bilan ularning pul mollari qo'llaridan chiqib ketadiganligini, ondan bu ularga hech foyda ilib kelmasdan pushaymon va hasrat ilib keladiganligini xabar qildi. Chunki ular Allah Teala'nın nurini öçürmekçi ve özlerinin batıl dinini hak dininin üstüde galip kılmakçı oldu. Kafirler yaman köygen takdirde mu Allah Teala öz nurini mükemmelleştirgüçüdür. Dinine yardım bergüçüdür. Tevhid kelimesini cakarlıgıçıdır ve dinini barlık dinlerinin üstünlüğe eriştirgüçüdür. Mana bu kafirlarga dünyada belgen xarlıqdır. Ahirette ular dövzaq azabıga duçar boludu. Ulardan kim hayat yaşsa özüge yetken xarlıqni öz közü bilen kördü ve öz kuluq bilen anlaydı. Ulardan kim öldürülüp ketse yoki öz acilide ölüp ketse ebedi xarlıqqa ve mengülük azabqa duçar buludu. Şuna Allah Teala mundaq deydi. Sərb qılınğandan keyin ularning mal mülkleri ularga hasret ilib kelidi. Ahiri ular yengilidi. Kafirlar cehennemge haydab kirgizildi. Allah'ning ularni dunyoda mag'lub qilishi, oxiratda jahannamga haydishi kafirni mu'mindan farqlantirish uchundir. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radıyallahu anhumanın bu ayet hakkında Allah Teala'nın mundaq qilishi saadetmenlerini baxtsizlardan ayırış uchundir deganligini rivoyat qiladi. Yani Allah Teala'nın mundaq qilishi Allah Teala'nın düşmanları bo'lgan kafirlar bilan urush uchun kimning Allah Teala'ga itoat qildiganligini, kimning urushdan bosh tortib Allah Teala'ga asi bo'ladiganligini ayirish uchundir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Allah yamanni, yani munofiqni yaxshidan, yani mu'mindan ayrimig'icha mu'minlarni, yani sizlarni hozirgi petanglarcha qo'ymaydi. Allah sizlarni g'aybdan mu xabardor qilmaydi. Ey mu'minlar jamiyasi, Allah sizlardan haqiqiy jihad qilganlarni va jihadning jafo mushaqqatlariga chidag'uvchilarni bilmay, ya'ni ayrimay turib, faqat og'zinglarda iymon etdik deyish bilanlar jannat kirishni o'ylamsizlar? Buning asosan bu oyatning ma'nosi mundaq bo'ladi. Shak shubhisizki biz sizlarni kafirlar bilan sinadik. Ular sizlarga qarshi urush qildi. Biz ularning pul mollarini urushga ishlatishga muyassar qildik. Allah'ның ularni dunyoda mag'lub qilishi, oxiratda jahannamga haydishi kafirni mu'mindan farqlantirish uchundir. Allah hamma kafirlarni üstüge dövlep toplagandan keyin dövzaqqa tashlaydi. Ana shular ziyon tortquchilardir. Ya'ni ana shular dunyo va oxiratda ziyon tortquchilardir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kafirlarga aytqinki, agar ular kufridan payg'ambar bilan dushmanlashishdan yansa, ularning o'tganki gunohlari mag'firat qilindi. Agar ular payg'ambar bilan qayta dushmanlashsa, o'tganki payg'ambarlarimni inkor qilganlarni halok qilish mening tutgan yo'lim bo'lib keldi. Ularni shunday qilaman. Fitne tügigen, din bütünley Allah üçün bolğana kadar
ular bilan urushinglar. Agar ular kufrdan yansa, Allah ularning qilmishlarini ko'rdi. Agar ular iymondan yuz o'rsa, ey mu'minlar, bilinglarki, Allah sizlarning madadkoringlardir. Allah nima degan yaxshi madadkor, nima degan yaxshi yordamchi. Kafirlarni tavba qilishga rag'batlantirish va ularni kufrlik qilishdan ogohlantirish to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga mundaq deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kafirlarga aytqinki, agar ular kufrdan payg'ambar bilan dushmanlashishdan yansa, ya'ni ular kufrlik qilishdan, payg'ambar bilan qarshilashishdan va bo'yin tovliq qilishdan yenib islom diniga kirsa, gunohlariga tavba qilib, Alloh taologa itoat qilsa, ularning o'tganki gunohlari mag'firat qilindi. Ya'ni ularning ilgariki xatoliklari va kufrlik qilganlik gunohlari kechirildi. Bu haqda Imom Buxoriy Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimiki islomga kirib yaxshi ishlarni qilsa, u jahiliyat davrida qilgan ishlari uchun jazoga tortilmaydi. Kimiki islomga kirib yomon ishlarni yana davom qilsa, u ilgariki va keyingi gunohlar uchun jazoga tortildi. Imom Muslim payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Islom ilgariki gunohlarni yuydi. Tavbimi ilgariki gunohlarni yuydi. Agar ular payg'ambar bilan qayta dushmanlashsa, o'tganki payg'ambarlarimni inkor qilganlar halok qilish, o'tganki payg'ambarlarimni inkor qilganlarni halok qilish mening tutgan yo'lim bo'lib keldi. Ularni shunday qilaman. Ya'ni agar ular seni inkor qilsa va sen bilan dushmanlashishni davomlashtirsa, ilgarikilarni halok qilishni tutib kelgan yo'lim bo'yicha ularga azob oqibatni tushirishni tiziltaman. Kufri va shirkni yo'qotish uchun urush qilishga buyurish to'g'risida. Fitna tugagan, din butunlay Alloh uchun bo'lgan qadar ular bilan urushinglar. Imom Buxoriy Ibn Umarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir odam uning qishig'iga kelib: "Ey Ibn Umar, Alloh taolaning kitobi Qur'oni Karimda agar mu'minlardan ikki guruh urushib qolsa deb bayon qilganligini angladingmi? Allah kitobi Qur'oni Karimda bayon qilgan bo'yicha urush qilishingdan sana nima to'salg'i bo'ldi?" dedi. Ibn Umar: "Ey qarindishimning o'g'li, men bu oyatning hukmida ko'zda tutilgan urush qilmay ayiblanishni g'olib va buyuk Alloh taolaning kimiki bir mu'minni qasddan o'ltirdigan, uning jazosi jahannam bo'ladi. U jahannamda mangu qoladi. Allohning g'azabiga va la'natiga duchor bo'ladi. Allah uningga oxiratda qattiq azob tayyorlaydi degan oyatning hukm bo'yicha ayiblanishdan afzal ko'raman," dedi. Bu odam shak shubhasizki Alloh taolo fitna tugagan, din butunlay Alloh uchun bo'lgan qadar ular bilan urushinglar dedi. Ibn Umar: "Biz payg'ambar alayhissalomning zamonida haqiqatan shunday qildik. Ayni vaqtda islomga kirganlar oz edi. Musulmon bo'lgan odam islomga kirganligi uchun balo qazoga duchor bo'ladi. Mushriklar uni o'ltirib etadi yoki bog'lab qo'yadi. Keyincha islomga kirganlar ko'paydi. Fitnami oxirlashdi," dedi. U odam o'zining so'ziga Ibn Umarning qo'shilmaganligini ko'rib, Ali bilan Osmonning qishig'i, Ali bilan Osmonning ishig'i nima deysan, dedi. Ibn Umar: "Ali bilan Osmon haqida aytadigan so'zim shuki, Osmonni Alloh taolo afv qildi. Sizlar
Allah Taala'nın onu əfu qılğanlığını yaqtırmayapsizlar. Əliga kelsem, o Peygamber Aleyhisselam'ın tağısının oğludur ve Peygamber Aleyhisselam'ın küyü oğludur dedi. Ve qolu bilen kabrini işaret kılıp körüp turupsizlar. Ana avu Peygamber Aleyhisselam'ın kızının kabrisidir dedi. İmam Bukhari Sa'id ibn Jubayr'nin mundaq deganligini rivoyat qildi. Bizning qishimizga İbn Umar radhiyallohu anhuma chiqib keldi. Bir odam uningga sen fitnani tugutish uchun urush qilishga qanday qaraysan dedi. İbn Umar fitnening nima ekanligini bilamsan? Muhammed aleyhisselam mushriklar bilan urush qilgan edi. Mushriklarga qarshi urushga kirish fitneni tugutish uchun hisoblanadi. Biroq sizlarning xalifaga qarshi urush qilganinglar fitneni tugutish urush emas dedi. Fitne tugagandan keyin butunlay Alloh uchun bo'lgan fitne tugagan din butunlay Allah uchun bo'lgan qadar ular bilan urushinglar degan oyatni Zahak ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq tafsir qilganligini bayon qildi. Ya'ni shirk tugaganga qadar ular bilan urushinglar. Abu Aliya, Mujahid, Hasan, Qatada, Rabi ibn Anas, Suddi, Muqatil ibn Hayyan ve Zayd ibn Aslam qatorliqlarning mushundaq deganligi rivoyat qilindi. Muhammad ibn Ishaq Zuhri'dan Urva ibn Zubayr ve başka bir kısım ulemalarimizning bu ayetni musulmon öz dinida bo'za qilinmaydigan holatga yetganga qadar kofirlar bilan urushinglar deb tafsir qilganligini rivoyat qiladi. Zahak ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu ayet haqida Allah Taala'nın bar ve birliki xolis tonilganga qadar kafirlar bilan urushinglar deganligini rivoyat qiladi. Hasan, Qatada ve İbn Jurayj qatorliqlar Allah Taala'dan başka hiç ilah yok deyilganga qadar ular bilan urushinglar dedi. Muhammad ibn Ishaq Allah Taala'nın bar ve birlikiga xolis tonilgan Allah Taala'nın bar ve birliki xolis tonilgan şirk keltirish tugab butlar butunlay tozlangan qadar ular bilan urush qilinglar deganlikdir dedi. Abdurrahman ibn Zayd bu oyatni sizlarning dininglarda kufrlik tal to'kis yo'qolgan qadar ular bilan urush qilinglar deb tafsir qildi. Bu mazmunni İmam Bukhari ve Müslimning Peygamber Aleyhisselam'dan rivoyat qilgan muni hadisi ta'kidlaydi. Men insonlar Allah'tan başka hiç ilah yok deganga qadar ular bilan urush qilishga buyurildim. Eğer ular onu dese, ular mendin canlarını ve mallarını saqlab qoladi. Ularning hisobi, yani ichki siri Allah Taala'gıdır. Fakat İslam kanunu boyunca jazo kelib qolsa, u jazolanaveradi. İmam Bukhari ve Müslim Abu Musa Ash'arining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sahabalar Peygamber Aleyhisselam'dan qahramonlik ko'rsatish uchun urush qilgan, millatchilik qilish uchun urush qilgan, riyo qilish uchun urush qilgan odamlar haqida ularning qaysisi g'olib va buyuk Allah yo'lida urush qilgan hisoblandi deb so'radi. Peygamber Aleyhisselam kimiki Allah Taala'nın kelimesini, yani Allah Taala'nın dinini üstünlükке eriştirish uchun urush qilgan bo'lsa, yani şu adam g'olib ve büyük Allah Taala'nın yolida urush qilgan hisoblandi dedi. Eğer ular kufrdan yansa, yani ular kufurlik bilan sizlarga qilgan urushdan yansa, gerçi sizlar ularning ichki sirlarini bilmasanglarmi, Allah ularning qilmishlarini ko'rdi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Eğer ular tövbe qilsa, namoz o'qisa, zakat bersa, ularni qo'yib beringlar. U chaqda ular sizlarning diniy qarindishinglardir. Taki ziyonkashlik
tugigan va Allohning dini yo'liga qo'yilgan qadar ular bilan urushinglar. Agar ular urushni to'xtatsa, zulm qilguvchilardan boshqalarga dushmanlik qilishga bo'lmaydi. İmam Muslim rivoyat qiladi-ki, Usama ma'lum bir urushda bir odam bilan qilichbozlik qilib, uni yengib oldi. U odam Allohdan boshqa hech iloh yo'q deb guvohlik berdi. Biroq Usama uni chip o'ltirdi. Bu ahvol payg'ambar alayhisalomga yetkazildi. Payg'ambar alayhisalom Usamaga: "U Alloh taolodan boshqa hech iloh yo'q desa, uni o'ltirib etdingmi? Qiyomat kuni Alloh taolodan boshqa iloh yo'q degan so'zga qandoqmi qilarsan?" dedi. Va qiyomat kuni Alloh taolodan boshqa hech iloh yo'q degan so'zi uchun sana kimmi kepil bo'la degan so'zini bir qancha qitim takrorladi Usama. Uningdan ilgari musulmon bo'lmay, shu kuni musulmon bo'lgan bo'lsam bo'ptikan deb arzu qilib ketdim dedi. Agar ular iymondan yuz o'risa, ey mu'minlar, bilinglarki, Alloh sizlarning madadkoringlardir. Alloh nima degan yaxshi madadkor, nima degan yaxshi yordamchi. Ya'ni agar ular sizlar bilan qarshilashish va urushishni davomlashtiraversa, bilib qo'yinglarki, Alloh sizlarning madadkoringlardir. Eganglardir. Dushmaninglarga qarshi sizlarga yordam berguchidir. Alloh nima degan yaxshi madadkor, nima degan yaxshi yordamchi. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida sura Anfal tafsiridan 40-oyat kishi angladinglar. Oxirini keyin qatimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.